Azizlar, bugun bizda manti, qiyma doimgidek kartoshka, piyoz, go'sht, murch soldim, tuz soldim, ozgina dumba. Endi xamirimizga e'tibor bering. Xamir svetofor manti bugun. Buni Torino.uz degan saytdan oldim. Ya'ni Instagramdagi, shu yerdan buyurtirdik. Xamir shunday ham nafiski, boshda qo'rqdim. Bu xamirni qanday pishira olaman deb. Sababi manti qozonga yopishib qolarmikan desa, yo'q, unday emas. Mana ko'rdingiz, ranglariga ajratib, ichidagi qiymani ham o'zgartirib oldim. Tabga ko'ra oq va sariq rangdagi mantilar go'shtlik, mana qizil va yashil rangdagi mantilar esa kartoshkalik. Va o'shani pishish jarayonida bir 40 minutda pishdi. 40 minutdan keyin men bittasini olib yeb ko'rsam, xamiri ham hech narsa bo'lmagan, but-butun va ichidagi qiymalari shunday yumshab pishibdi, shunday go'zal bo'lib. Mana mantilarni tuga ochib oldik. Qarang, xuddi bir dasta guldastaga o'xshab turibdi. Juda ham ishtahali, yoqimli